Assalomu alaykum qadrli obunachilar, mana Qirg'iziston partiya qo'ylarimiz yetib keldi. Doniyorbek qo'ylari mana. Sariq qo'ylar mana. Orqalarini ko'ryapsizlar qadrli obunachilar. Qo'ylar mana. İlk boshlari ham zo'r, orqaga oldi zo'r. Sal qorong'ilik qilyapti, hali bularni videoni zo'r qilib, video davomida ko'rasizlar. Kunduzgi holatini ham olamiz. Mana sarini zo'rlardan. Arashamiz. Oxirgisi mana. Qadrli obunachilar, erta tongda mana hardorlarni qarang, ey. Zbor söyledim dekoram yol. Har bitta qo'rada har dorib ko'z mana birinchi boshlashi shu buyilgi sezonga do'stim. Buni nech pul bo'lyapti? Sota sen internetga qo'yavermasan. 43,5 qilyapsizmi? 43,5 dan qilishyapti. 13 million beramiz. Xudo xolasa bugun bor, ertaga yo'q qo'ylar. Chunki bir uchrab qoldi do'stimizga ham ishni boshlanishida. 4,350 dan bir joyga qilyaptilar. Mag'am o'zi mahalladoshlar. Qadrli obunachilar, qo'ylar ham ammo mana sifatlari. Necha bosh qoldi hozir bu yerda Doniyorbek? 15 ta. Jam 15 ta ya? 15 ta. Bu yerda 9 ta hozir qolgan. Yo'q, bu yerda 6 ta ekan. 9 tasini ham ikkinchi partiyamizga ko'rsatamiz. Ko'ryapsizlar, mana bunaqa noyoblaridan bugun bor, bu qo'ylar ertaga to'g'risi yo'q. Toshqa bir uchrab qoldi. Doniyorbek, Tohirjonlar o'zi bugundan ish boshlaydi, ishlari mana Alloh barakasini bersin, yurishib ketdi. 18 tasini sotildi, 15 bosh qoldi. Hammasi bir xil, anaqa bu haligi emas. Ha, katta kichik emas. Hammasi bir xil. Yem yeb turgan tayyor qo'ylar. Tayyor. Orqalarini ham ko'ryapsizlar, zo'r, sifat. Bularni bir joyga nech pul endi bo'ladi narxi? 15 tani bir joyga olsa Vidalbek dastlabkilari bilan 4,5 dan beramiz. 4,5 dan dastlabkilari. Xayri bormi? Telefon qilsa xayrisi. Xayri bor a? Xayrisi ham. Bo'ldi, dastlabkidan muammo yo'q. Vidalbekni kanalidan ko'rib telefon qilyapman deysa, xayrisi ham bor. Bo'ldi. Ularning kanalidan telefon qilyapman salam. Unda xolasa yo'lda qilib beradi. Shu bugunda o'zida talmashib ketdi to'g'risi. Endi keyingi partiyamiz. Qani bularni uyg'otingchi? Uyg'onamiz. Mana qo'ylarni qaranglar, qadrli obunachilar. Like bosib qo'yinglar, mana shunga havas qilganlar bor. Qo'ylardi, bobosi keldi-da, bobosi. Qo'ylar zo'r, xudo xolasa. Shuni zo'r ko'rsatgan. Men bunga ishqiboz bo'ldim, to'g'risi bor, qo'ylarga sifatlariga bor. Arziydigan. Ammo uzr so'raymiz, qo'ranishda olyapmiz syomkani to'g'risi. Charchoq bor. Charchoq bor qo'ylarda. Orqalari kelishgan, osilib qolmagan, xudo xolasa yaxshi. Bu qo'ylarni qarang. Yem yeb turgan tayyor qo'ylar. Ha, tayyor, xudo xolasa qurbonlikqa ham, zotga ham bo'ladigan variantidan qo'ylar. Qadrli obunachilar. Bularni 9 ta nech pul endi bu? Qani? Va 9 tasini Vidalbek shu o'qtimga bo'lsa, hammasini 15 tani. Ha, 15 narga partiyamdan buni. Narga 15 tani 4,5 dan ketaveradi. Bir joyga. Bir joyga. Dastlabkasi ham ichida. Dastlabkasi ham ichida. Qadrli obunachilar, boshqa videolarga ham bir solishtirib vaqt ko'raman. Xotirjam ko'rib, xudo xolasa narxi ham yaxshi. Chunki narxi qulay keldi. Qo'yga yaxshi edi narxi, qulay sotadi xudo xolasa. Bir var yaxshi, narxi ham yaxshi yuradi, o'zi ham sifatlari ham. Ho, Doniyorbek. Shu Vidalbek kanalidan telefon qildim deysa, dastlabkasini qilib beraman Samarqandgacha. Samarqandgacha. Bor, ana yana xayrisiga yana o'tib beraman. Yana xayrisiga pul bor. Xayrisiga 4,5 dan 15 dan olgan odamga yana xayrisiga o'tib beraman. Bo'ldi, gap yo'q. Vidalbek kanalidan ko'rib telefon qildim desa, ha, 4,5 dan emas. Ha. Yana ozgina yo'q qo'yib beraman. Barbarak. Qadrli obunachilar, telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa zo'r narx. Manzillarda aytib o'tmayapmiz. Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, o'sha optimchilar qishlog'idan qadrli obunachilar. Manzilimiz ham mana shu Andijon
Mana shu katta trassa. Katta trassa. Andijon, Farg'ona, Marg'ilon qatnaydigan yo'l. Ha. Asfalt qirg'adi qo'yxonalarimiz bittasi u yerda. Andijon Farg'onadan Bittasi Marg'ilon mana shu bizni Namanganga kirib keladi. Birinchi qo'ra mana shu Doniyorbek bilan bizga qarashli. Kelaverasizlar. Kelaverasizlar. Xudo xolasa faoliyatni Videoga olib qo'ying, abishasi. faoliyatni endi boshladik, xudo xolasa. Mana afishamiz. Xo'sh, bu bizni meni o'zimniki, mana 63 raqam, pastdagi ishlamaydi. Tutmoq qilaverasizlar. Bu Doniyorbekniki. O, asha. Ha, ana shu Arasham Doniyorbek reklamasi. Shu qo'rani yangi qildi. Xudo xolasa faoliyatni mana boshladik. Buyuk sezon mana sifatlardan. Tutmoq qilaverasizlar. Xudo xolasa bu kanalimizda videoni endi yaxshi chiqarib narxlarni bomba narx turamiz. Variantlardan ham kelamiz. Barra qo'z desalaring, barra qo'zi. So'liq desalaring, so'liq, xudo xolasa. Kommentariyada yozib qo'yinglar, qanaqa qo'y chiqarishni aytsalarni o'shani harakat qilamiz, xudo xolasa. Like bosib, yaqinlarga ulashib bosinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.